Kechir ona. Abduri Obuljon Mehmetimin Qaqiliq. 26-qissa. Necha oy ilgari qayerga borsa shu yerga bora oladigan. Ko'ngli kimlarni xolisa shuning bilan o'ynay oladigan. Butun dunyoning ishlaridan bexabar, bayonsiz osmonda erkin u yoqdan bu yoq uchib yura oladigan. Amdala 19-20 ning qarisini elib, yo'l qumushdek bix surib o'sayotgan qizil gulning g'unchisidek amdala po'raklab echilishiga tayyorlanayotgan bu soyib Jamol. Bunda azoblarni boshdan kechirishi, bunda qismatlarga uchirsa-mu, yanada o'z qaddini xuddi qarg'ay darixidek tik tutib, chidamchanlik bilan o'zining oshiqi uchun jinini tasadduq qila oladigan mushunaq bir ayol har qanday odamning qalbidan o'rin ola oladi albatta. Ayxonning o'ynab turadigan sho'x buloqdek ko'zlaridan amdalikda oldida esiqlik turgan bu oshiqini qutqizishning amalini qilolmay yoshlar taramlab tushib öksüp yig'layotdi. Tursun, birdan chidab turib, men pichoq tepib kelib arg'amchini kesib etay. Siz bu yerdan yiroqlarga ketdi. Deb ehtiyot bilan oshxonaga kirdi-da, pichoqni elib sirtqa chiqdi. U Tursunning yoniga kelib, arg'amchini kesib etay deb turishiga, "Sening mushunda qiladiganligingni bilatdim, Ayxon." degan ovozning anglanishi bilan Ayxon har tarafga qaradi. U eshik tarafga qarab cho'chib, qo'lidagi pichoqmi yerga tushib ketgili tasliq qoldi. Ayxon o'zini sezmagan edi. Chunki eshik tarafda Ro'zi Mamat ishga cho'moqchisi bilan qapoqlarini turib, odamni terik beti yevidigandek qarab turardi. Ro'zi Mamat asta Tursun bilan Ayxonning yoniga keldi-da, Ayxonning kekirdigidan chinnadi siqib, "Sen odammi yoki olvosdimi, ha? Eshik etik tursa, sen sirtqa qandoq chiqding?" Ayxonning tiniqlari ojizlab, ig'izidami gapmi uzilib, deb yutilib ketdi. Ro'z Mamat uni o'ldirib qo'ymaslik uchun Ayxonning gelini qo'yib berib, uni ittirib, tamg'a chaplab qo'ydi-da, Mamatni chaqirib, "Eshikni chapsan och. Bu olvosdining qandoq chiqqanini bir bilib boqay." deb eshikni ochib uyga kirdi-da, hayronlik bilan ig'izini echib qoldi. Ro'z Mamat darhol keyniga o'rildi-da, Ayxonga qarab, "O lanit qanjoq. Sening nayranglaring ajab jiqkin, ha? Tex to'nglikdan chiqqidek bo'ldingmi?" deb Tursunning yoniga chaqmoq tezligida keldi. Ayxon Ro'z Mamatning oldiga o'tib olgan bo'lsa-mu, biroq Ro'z Mamat Ayxonni kuchab yoniga ittirib, uni tamg'a chaplab qo'ydi. Andan Tursunning ostidagi o'rindiqni puti bilan kuchab tepib o'chirbatdi. Andan yana Tursunning qo'rsiqiga bir mush soldi. "Voyjon, sen aman bir kuni qilganlaringning jajisini tortsan, u munofiq ish o'limida o'lasa." deb jon ochiqida tilovat-etdi. Ro'z Mamat qaqaqlab kulib, "Ig'izingga kelganni daval, eli tillashqa o'lgiramaysa." deb uni urvat-etdi. Atrofdagi aholilarning uydagi xo'rozlarning chilishi bilan atrof bara-bara yurgan bo'lib, bu uydagilarning hammasi sirtqa chiqib cho'chib ketdi va Ayxonning onasi Sadatxon yerda yotgan qizini ko'rib, "Voy, jinim qizim, nima bo'ldi sana? Seni kim shunda qildi? Voy onam, ay jinim qizim, endi qandoq bo'qilaman?" deb yig'layotdi. Ro'z Mamat bo'lsa, Tursunni urishdan to'xtab, Sadatxonga qarab, "Oqshom men uyga qaytib ketaymikin deb, Ayxondan asrab uyga qaytmay, mush yerdagi tog'amning uyida qo'nib qolgan. Yerim kechada uyqum kelmay, shunga sirtqa chiqib aylanib kelay deb, o'zimmi uxmayli bu yerga kelib qopdimi. Uyning ichidan birsining varqigan ovoz anglandi. Men atrofga qarsam, dal mush uyning oldiga kelib qopdimi. Men butun kuchim bilan ishini deb ichib etdim va ichiga kirib qarsam, mau yalantosh qalanda gadoy Ayxon yotgan uy eshigining qulupini chiqib, Ayxonga zo'rlik qilg'ili, uni ovi karvatga besibdi. Shunga men yugurib kelib bu qalandarni tepib, ondan uni yana bog'lab qo'ydi. Ayxon o'zini qo'g'dash uchun tamg'a usib hoshidan ketgan o'xshaydi." Qizini quchoqlab yig'layotgan Sadatxon,
Oy, Ruz Mehmetcan, acabmı to'g'ri gap qopsiz. Bu qalandarning qizimga zo'rlik qiladiganini siz qandoq bilasiz? Qarasam, uning hech bir medalyaligidek alpozimi bo'lmasa, gapni-chu yig'izimga keldi deb da'vagulik emas. Amaliyotga uyg'on gap qilsalar, yana kelib qizim karvatda yotmay, nemishqa bu yerda yotadi-a? dedi. Ruz Mehmet boshqa gap topolmay turishiga tayoqning zarbasidan go'shlari tutma bo'lib, ustaxonlarining sahiri qolmagan tursin. Hey, o laneti. Nərang erkek, nərang oğul bala senin. Erkeknin qini, daryo kabi aqsımı. Lekin yalğan sözləməsi kerak ku. Konuları yalğan gapning töpi tatlı, qattiga ochiq degan gap bor. Sen qarab turib yalğan gap qilishdan tillaring, vijdonlaring uyalmadimi? Men mushu holim bilan Oyxonga qanday zo'rlik qila olayman? Men ochiq oshkor ish qilaman. Sallalmi itdak, xalqning uyini mahrab turmayman. Yana kelib Oyxonni sen ishtirvatding-ku. Tursunning gaplarini anglagan boshqalarning beshi qayib ketdi. Ruz Mehmet tishlarini g'uchurlatib, yenidiga xanjarni chiqardi-da, Tursun bog'liqlik arg'amchini kesib etdi. Ondan yonidagi cho'moqchilarga buyruq qilib, Tursunning qo'ltig'ini yo'lashtirib elib mangdi. Ayxon ko'zlarini g'uva ochib, ittikla atrofga qarab, Tursunning yo'qligini ko'rdi-da, "Ana, Tursun qini. O qini. Qizim, o seni urib mo'shunda qilib qo'ysa, yana sen o'sha divani qalandani o'ylab o'tamsan." Ayxon onasining gapini tushunmay, "Nima? Nima deding, ana? Meni Tursun urdi deb kim shundoq dedi? O esiqliq tursa, o qandoqmi meni uralaydi?" Qaraganda Ruz Mehmet degan itning bolasi shundoq degan o'xshamamdi. "Ana, canım ana, senden ötünay. Senden en ağır qadam ötünüşü bolsun. Tursun'u qayerga elib ketdi?" deb onasiga to'xtamay yalvaradi. Qizining azob yig'ilirga chidamagan Sadatxon, "Qizim, o deqa hayot. Necha minut ilgari Ruz Mehmetning cho'moqchilari uni elib Tiznab daryos tarafga manganda qildi." deb gapining oyga chiqmasda Ayxon o'rnidan turib, ushqanday so'zga chiqib, Tiznab daryos tarafga qarab yugurdi. Sadatxon va boshqalarmi Ayxonning kaynidan yugurdi. Ruz Mehmet Tursunni to'g'ri qilmoqtab, uning yelini siqib o'tadi. Qarg'anda uni o'ldirmoqchi mudahmo qiladi. Ayxon yugurib kelib, yerda turgan toshni oldida Ruz Mehmetning qo'l chumoqchilari kelib bo'lguncha Ruz Mehmetning beshiga soldi. Ruz Mehmetning beshidan oqqan qip-qizil qon yuz ko'zlarini qizil rangda bo'yib o'tadi. "O, paskina qon yo'q, meni urvatamsan?" deb Ayxonni ishtirib yetib, yenidagi xanjarni oldida ko'zlari xira ichilib jonsiz holda turgan Tursunning so'l maydasiga tiqib etdi. "Yo'q, unda qilma! Tursun, Tursun!" deb uning yeniga o'zini atgan bo'lsa-mu, u kechikkan edi. Ruz Mehmet Tursunning maydasidan xanjarni tortib elib, onu bir tepik bilan shiddat bilan do'lqinlab eqib kelayotgan Tiznab daryosiga tashlab etdi. Tursun jonsiz holda bir laylab, bir cho'kib eqib, o go'zal, shirin muhabbatlarni elib, ulug' eqinda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ayxon Tursunga qarab to'xtamay yig'lab, nola faryod qilib, ko'zlarini Tiznab daryosidan uzung'icha uzmay qarab, Tursunning qayerlardan chiqib qolishini to'rt ko'zlari bilan kutib o'tadi. Biroq bu tush emas. Bu bir reallikda. Ayxon yig'lab, "Tursun, aman bo'ling. Men keyningizdan boraman." deb Tiznab daryosining eqiniga o'zini atdi. Biroq Ruz Mehmet yugurib kelib Ayxonni tutib oldi. "Sen dega shu qalandar gadoyni deb o'zingni nobud qilmoqchimi?" deb qo'l ko'tarishiga Ayxonning ota-onasi kelib qoldi. "Yura, uyga qaytib, to'yning tayyorlig'ini qil. Agar yana nayrang ishiltaman desang, mendan qutulolmaysan." "Qizim,
Canım kızım Ayxan, sen neymi qilmoqchi? Bizni tashlab ketishga qandoq chidaysan canım qizim? deb Sadatxon Ayxonni quchoqlab, uni mig'iniga qaramay, malaylarning yordami bilan Ayxonni uyga elib mangdi. Ayxon Tursunning o'limiga qayg'urib, uning o'lishiga o'zining sababchi bo'lib qolganiga necha ming qaytam pushaymon qilib, öksüp yig'layotdi. Ro'zmamat To'xtaboyning yeniga keldi-da. O'g'zi qiynata. Ayxon bilan ishkimizning to'y ishini. deb To'xtaboyga qaradi. Siz xotirjam bo'ling. Sizning deganingizdek bo'lsin. Ondaqda 2 kundan keyin qilsa qandoq deyla? Bo'ladi, bola, bo'ladi. Men adi bir kun to'yning tayyorligini qilayamsa, sizning tayyorligingiz bo'lsa qilib eling. Bo'ladi, qiynata. Ayxon qandoq bo'lib ketgandi? dedi Ro'zmamat mug'ambarlik bilan. To'xtaboy ig'ir tinib, Ay, bola. Unaqa o'zim tushuntiraman. Bo'pti. Amsa men mangay. deb O'zmamat shumaqchilarni agashtirib ketib qoldi. 60 yoshdan oshgan, choch soqollari qordek oqargan bir bo'y 12 yosh chamisidagi bir bola bilan Tiznab daryosining bo'yida nimalarnidir bir narsani qo'yib o'ltiradi. Yenida turgan bo'ysa kichik daryoning yo'llarida patqoqlaylarga kechib, beyliqlarni qo'g'lab o'ynayotdi. Buva! Qora o yerda shundoq yo'g'on beyliqdan ikkisi turdi. Qora buva! To'xta, bola. Men ko'rdim. deb yenidagi to'rini oldida suvga qaritib cho'rib tashladi. Bu mo'ysipit mushi mahalladan bo'lib, o'zi bilan navrisla bor edi. O'g'li bilan kelini o'lib ketgandan tartib, navrisini beliq tutib, ashu ozg'ini pulga tayinib, o'zlarining turmushini qamdab kelayotgan edi. Mana, bugun u odati bo'yicha Tiznab daryosiga beliq tutish uchun chiqqan edi. Buvay navris ko'rsatgan tarafga to'r tashlab, nechital beliq tutib, nayitimi xo'shal bo'lib ketdi va beliqni yenida turgan eski chelikiga selib, eg'izini yepib qo'ydi. Buvay nayitimi xo'shal bo'lib, to'rni yig'iyotdi. U yoqdan bu yoqqa yugurib suvni chechib o'ynayotgan bolaning tuyuqsiz chiroyi o'zgarib, tillari kalvalishib, Buva! Qara o yerda yo'g'on bir narsa biz tarafga qarab eqib kelyapti nima? deb yugurib, qo'rqqanidan buvayning kayniga o'tib oldi. Buvay navrisining gapidan hayron bo'lib, to'lqinlab yiqiyotgan Tiznab daryosining ichida o'ziga qarab, goh laylisa, goh cho'kib kelayotgan bir narsani g'uva ko'rdi. Odil! deb navrisini jiddiy chaqirdi. Buva! Bolam, tez to'rni akal, bo'la. Adil to'rni buvayga akilib padi. Buvay nahaytimi tezlikda eqib kelayotgan bu noma'lum narsaga qaritib, kuchab to'rni tashladi. Adil bolam, tez menga yordamlashib to'rni tortishib tez. deb navrisi bilan to'rni kuchab tortdi. Voyjon, buva nima ig'ir? Buva, tez qarab boqayli. Bu narsaning ig'irligi qaraganda chuqum yaxshi narsa. deb to'rni ochay deyishiga buvay, To'xta bola. Ner to'r. deb buvay o'zi aytishga tamshaldi. Chunki buvay birdan bir avlodi bo'lgan navrisiga bir ish bo'lishini xohlamaydi. Buvay qo'rqib tursa-mu, to'rni asta ochdi-da, to'rning ichidagi narsani ko'rib, Voyjon! deb qo'rqqanidan kayniga uchibla tushdi. Adil darhol kelib, "Buva, nemish bo'ldi?" Adil buvisining chiroyiga qarab qo'rqqan holda, "Buva, u nemikin?" Bolam, odamning jasadida qilamdi nima? deb yana qayta qaradi. Andin jasadning qo'lidan tortib, daryoning qirg'ig'iga so'rab ochiqdi. Bu boshqa bir emas, Tursunning o'zi edi. Ajab ig'irkan o. Buva, bu odamga nima bo'pti? Bu odam nemishqa suvdan eqib keladi, ha, buva? Adil buvaydan to'xtamay savol so'rayotdi. Bola, birdam jim tura.
deb navrisiga sat borni olib yetib, oldida yotgan Tursunga qaradi. Tursunning kiyimlari yirtilib, ulug' oqqan Tiznab daryosidan necha qo'rin toshlarga so'qilib, necha bo'gaklardan eqib kelgashga, padallarining birmi sahiyalari qolmagan, hamma yerlarning go'shlari tutilib, xuddi bo'ri to'pi hujum qilgandek bo'lib ketgan. İştallari yirtilib, onasidan tug'ma holatda edi. Buvay darhol uzun choponni soldi-da, Tursuni o'rab qo'ydi. Ondan uning yuragini tinshash uchun so'l tarbiga qo'liqini yoqdi. Biroq Tursunning yuragining bir qitim so'qqinini anglayolmadi. Buvay darhol yepib qo'ygan choponni asta qayirib qaradi-da, so'l tarbidan kamar echilib qolganligini va qon uyib qolganini ko'rdi. Ay, bu yigitga biroz qasd qilib, uning yuragiga xanjar tiqibdi. Qaysi nejisning qilgan ishi bo'g'aydi. deb buvay qayg'urgan holda uni mushu yerni ko'lab ko'mib etish niyatida Tursunning qo'ltiqidan o'zining qo'lini o'tishtirib, uni so'rab mengib etib, chiroyi o'ngib joyida qiqib qo'ygan qo'ziqdek qaytib qoldi. Adil buvisiga qarab, "Buva, ne bo'ldi? Kuching yetmagan bo'lsa, men yordamlashaymi, ha?" Bola, bu odam g'oyat aqllidir-ku. Uning yuragi so'qiyotganda qilamdi nima? Buva, hayot bo'lsa tez uni qutqizayli. Biroq buva, boyisan ona yuragiga qaragan cho'qda, ona yuragi botirpi, so'l tarafiga qon o'yib qopti ekan-ku. deb Adil ayronliq ilkida buvisiga qaradi. Ha, boya men qarsam shunday edi. Biroq bu odamning so'l tarafi emas. Dal uning aksicha o'ng tarafi so'qiyotdi. deb Tursuni yotqizib, uning o'ng tarafiga qo'liqini yoqdi. Tursunning yuragi nihoyatda ojiz, jonsiz so'qiyotdi. Buvay darhol Tursunning burniga qo'l uzatdi. Tursunning nafsimi üzülüp chiqyotdi. Demak, Tursun hayot qilgan edi. Ruzmamat Tursunning yuragining o'ng tarafida ishkanligini qanaqmi bilsin? Ruzmamat Tursunning so'l tarafiga xanjar solgan bo'lsa-mu, Tursunning yuragi o'ngda bo'lg'ashqa Ruzmamat degan noahlining qo'lidan hayot qilgan edi. Adil bola, tez berib mahalladagi Hoshim tog'angni chaqirib kel. Ma'qul buva, deb yugurib ketdi. Aradan 15 minut o'tgandan keyin Adil buvay degan Hoshimni chaqirib, Hoshim jiddiy yugurib kelib, "Oy aka, buncha jiddiy chaqirg'idek nima ish bo'ldi?" deb oldidagi ho'ysiz yotgan Tursunga gapmi qilmay, ko'chadakla qarab turdi. Buvay Hoshimni chaqirib, "Oy, nima paqdashgan so'ymada qarab tursan? Ha? Menga tez yordamlashmabsan?" Hoshim boshqa gapmi qilmay, Tursuni ko'tarib harviga bosdi. "Hoshimovka, sen eshakni ayda. Men bu odamga qaray." deb buvay Tursuni ko'targach, uning ikki puti va bir qo'lining sunganligini bayqagan edi. Buvay Tursunning qo'lini ko'rib beqish uchun Tursunning qo'lini asta ko'tarishiga Tursun ko'zlarini asta ochib o'shiga keldi. Bu o'ng'il-do'ng'il tashliq yo'llardan harvi choy qilib Tursunning bir og'riqini min qilib etgan edi. U og'riqdan to'xtamay ingrab ketdi. Buvay o'shiga kelgan Tursunga qarab, "Bolam, isming nima? Uying qayerda? Nimishqa bu holiga tushib qolding?" Tursunning ovozlari uzilib, "Mening ismim Tursun bova." Buvay Tursunning zaif chiqqan ovozini anglayolmay, qo'liqini Tursunning eg'iziga yaqin ilib keldi. "Bolam, o'llik degina, gapingni anglayolmadi." Tursun o'rilmoqchi bo'lib edi, biroq maqduri yetmadi. Buvay Tursunga qarab, "Tezla." "Avoy bola, bo'ldi midirlama. Sening ikki puting va bir qo'ling sunibdi. O'rningdan tura olmaysan." Tursun buvayning gapini anglab, ko'zlariga liqqida yosh oldi. Endi o'zining atirguldek oshiqining hidini purayolmaydiganligini o'ylab, ko'zlariga to'lgan yoshlar ko'z chanoqlaridan sirg'ib tushib, lavlarini nam qildi. "Bo'ldi bola, yig'lama. O'ngishilib ketsa." Buvay Tursuni avaylab ko'tirib uyga elib kirib, uni avaylab yotqizib qo'ydi.
Buvay Tursunning sungan putqonlarini avaylab tengib, xuddi o'zining o'g'lidek baxtli. Aziz anlıqçılar, Tursun o'rnidan saq-salomat turalamdi yo'q. O o'zining sevgan aşkının hidini yana puriyalami? Agar asar mazmuniga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli keyingi qismida bo'lsin. Yigirma 7-chi qism. Tursun shu tariqada 6 oy o'rnidan turolmadi. Onun cho'ng kichik hojatlaridan bu bir puti o'lim yo'liga qadam bosgan, o'zining ota-onasining kimligini bilmay, o'z ota-onasining holidan bir minutmi xabar elib baxmagan bu buvay, amdilikda o'zi tunimaydigan, hech qanday qandoshlik mehr muhabbati bo'lmagan odamga xuddi o'zining ota-onasini kutgandek 6 oy kutdi. Buvay odam bilan odam, dunyo mehr muhabbat bilan go'zaldir deb o'ylaydi. Tursun o'zining cho'ng dodisidek birsining soqollarini so'rab, mukchiyib malaylardek o'zining xizmatini qilishi uni nihoyatmi o'ng'aysizlantirib, uni kechalari unsiz yig'latdi va azoblantirdi. Tursunga bir kun bir yildek, 6 oy 6 yil, yo'q 60 yildek o'tgan edi. Ne bo'lding bola? Seni qaysi ish bearam qilyotdi? Ko'nglingni yerim qilma. O'zingni erkin tut bola. Tursunning yuragini biri tatlagandek bo'lib, uning ko'zlariga yoshlar kelib, o'zini qancha tutib olishga tirishgan bo'lsa-mu, biroq xoin ko'zlari o'z-o'ziga bo'ysunmay, ko'zlaridan taramlab tushgan yosh oq raxtdan gul naqshlanib tikilgan yostiqni nam qilibdi. Tursun yeshini ko'ngligi bilan surtib yetib, buvayga qarab, "Bova, men sizga nima deyishni bilmayapman. Meni o'z bolangizdek ko'rib, olimdan shuncha uzun xabar olganingizga ko'p minnatdorman. Bova, sizdek odam hozir kamdan kam uchraydi." Buvay miqida Tursunga qarab kulimsirab qo'ygandan keyin, "Bola, sendan so'rab boqay. Biroq men haqiqiy gapni aytib bergin, ha? Sening uying qayerda? Sen nima bo'lib bu holatga kelib qolgan? Menga rost gap qil." Tursun burun bo'lgan ishlarni yepidan yangnisiga qo'ymay aytib berib, yana azob, nadomat, siyg'inish piraqlarda öksüp yig'lab ketdi. Amdi Tursunni shuncha uzun siyg'indirgan, uni ishiq siyg'inish o'tlarda yuragi va bag'rini ko'ydirib kavob qilgan, yangi tikilgan ko'chatdek biq surayotgan g'uncha bo'lib echilishga tayyor turgan bo'lsa-mu, biroq echilolmayotgan nodivan qiz Ayxon Tursun Tiznab daryosida eqib ketgandan keyin qanaq bo'lib ketgandi? U neti qara, Razil Ruzumamat bilan to'y qila olami? Onoqda amsa Ayxonning ishlariga quloq solaylik. Ayxon shu kuni Tursun Tiznab daryosida eqib ko'zdan g'oyib bo'lgandan keyin to'xtamay yig'lab, azob nadomat ichida har tarafga puchilinadi. Ayxonning onasi, dadasi qizga amal qilmay, Ruzumamatning degani bo'yicha 2 kun to'y tayyorligini qildi. Bir kun 2 kun o'tishib, to'y kuni atdigan malaylar Ayxonning hujra uyiga tamoq, chiroyli naqsh gul chiqarib tikilgan ko'ylakni elib kirdi. Biroq malaylar Ayxonni ko'rmadi. Malaylar uyning ichiga bir-qur qarab, bir qiz malay chiqarib ketdi. Hamma malaylar akirgan tamoq, chiroyli kiyimlarni tashlab, chiqarib, "Voyjon, qutqazinglar, jin bakim xenim jiniga o'zgarib qopti, qutqazinglar!" deb o'ylining ichini beshiga kaydi. Ayxonning onasi Sadatxon ishtik chiqib, "Voy, nima bo'lashding? Har qaysinga men nima ishni buyurgan, a? Senlar nima sarandek olajoqqa so'zlab yuribsan?" Malaylar qo'rqqanidan keykashlab, "Xo'jayin xenim, alvastig aylanib qopti." "Nima deding, nima? O'ynab so'zlasangmi, o'ylab so'zla?" "Rost xo'jayin."
Sadatxon malaylarning gaplariga ishonmay, o'zi Ayxonning hujrasiga kirib, atrofga qaradi. Sadatxon bir bo'lingda sochlari chuvilgan sochlari qushqash changisidek poqbiyib ketgan. Ko'ynigining osti yirtilib, to'risiga esilgan. Maydisi yerilib, ko'ksi olmadek cho'qchiyib chiqib qolgan, yuzlari odam to'nug'isiz, qip-qizil qonda bo'yalgan qizi Ayxonni ko'rgan Sadatxonning ko'zlari yo'g'inab, tillari kalvalishib, ig'izga gapmo kelmay kekishlab. Ayxon qizim, bu sen mahacinim balam. Mening erim qani, ha? Ha rost, ana, mening bir balamni boda qiladi. Men balaliq bo'lgan. Deb uyning ichini aqtirib, kiyimlarni chechib, sanduq va boshqa lozimatliklarning hammasini chechivetdi. Mening balam qani? Ha? Mening balam qani? Mening balam Azmat. Rost, uning ismi Azmat. O nahayta omaq, uning yuzi oppoq, ko'zlari yo'g'on, qangisharliq. Ana, sen balamni ko'rdingmi? Uni nega qo'yib qo'ygandiman? Mening balam. Deb uyning ichini kala xamon tepgandek to'xtamay cho'rgilaydi. Ay xotin, atiganda to'yiga tayyorlik qil deysan. Nima qarab tursan, ha? Deb to'xtabay shallarini chechib, ochiqlab kirib keldi. Sadatxon yig'lab, "Nima deydiganlar dadisi? Ishki o'lavasing dag'ri chapdi" deb avu qizlarning holiga qaramamla. O shundoq tursa, qandaqmi to'ydan ig'iz oshqili bo'lsin? deb qizini ko'rsatdi. To'xtabay alla tag'il so'zlab, uyning ichini cho'gilayotgan qizga qarab, Bu nima shamdi? Oqshom bir obdan qolgan bola qanaqsiga bundoq bo'lib qoladi? Asta, men endi Ro'zim Ahmadga nima deb tushundirman? Tez bo'l onasi, uni to'y bo'ladigan qizga o'xshash chiroyli yasandir. Uning uyga borganda qandoq bo'lsa mayli. deb chiqib ketdi. Sadatxon malaylarga buyruq qilib, "Tez, uni tutib elinglar. Ma'qul xo'jayin." deb Ayxonning yeniga berishiga, "Azmat balam, qanisan? Nega mukib olding, ha? Tez chiqa. Senlar ner turish? Senlar kelib balamni cho'chitib etding. O tamoq yemagan." deb malaylarning supurgi bilan urib, ularni uydan qo'g'lab chiqardi. Ondan bir raqni oldida yostiqni raqning ichiga qo'ydi va kichik bolani bo'lganga o'xshash bo'ldi-da, "Allay balam, allay. Balam, qo'rsqing ochdimi, a?" deb ozroq ochiq qolgan ko'ynakini bir tartibla yirtib, "Balam, qo'rsqing ochgan bo'lsa tez amgin. Astiraq balam, astiraq." Ayxon yig'lab turgan onasining yoniga kelib, "Nimaga yig'laysan, ha? Balamni aramalg'il qo'ymading. Tez yo'qol. U saran qayri. Tez yo'qol dedim." deb uydan qo'g'lab chiqaribdi. Kun tushdan oshganda Ro'zim Ahmad yigit qo'ldoshlarini agashtirib, oq otning qashqisiga qizil gul taqib, o'zi oq otning ustiga minib, xuddi rivoyatlardagi oq otliq shahzodadek kelgan edi. Ro'zim Ahmad xo'shal-xuram holda To'xtaboyning uyiga kirdi. Biroq uyning ichi hech bir to'y bo'ladigandek emas. Qaynayotgan qozonga suv qo'ygandek jimjit edi. Ro'zim Ahmad boshqa do'st birodarlarning oldida nihoyatda xijil bo'lib, chiroyi o'ngib totirib ketdi. "Adash, bu uyda hech to'y bo'ladigandek emas-ya? Bo'lmasa ularning bu ishdan xabari yo'qmi?" dedi Ro'zim Ahmadning kanidiga biri. "Undaq emas, xabari bor edi bo'lmasa." deb, "Odam bormi? Odam bormi?" deb zarda bilan chaqirdi. Ro'zim Ahmad chaqirgandan keyin To'xtaboy beshini sangilatib chiqdi. Ro'zim Ahmad qopoqlarini sangiltib, chiroylarini purishtirib, "Bo'lg'usi qaynota, men sizlarga nima degan, ha? To'y bo'ladigan uy mushundaq bo'lamda. Ajiba sizlar mening gapimni po'q bilan tanqigan o'xshamamlar." deb
To'xtaboyga shallarini chechib ketdi. To'xtabay bu umrida bundoq o'sal ham haqoratlanib boqmag'achqa bu gap jinidan o'tib ketdi. Balam, undaq emas. Biz to'yga tayyorlik qilgan. Biroq nima biroq? Ha? Sizning bahanlar nimachi ko'p? Balam, qarsala. Ani savzinimi kirib tayyor qilib qo'ygan. Biroq kim o'ylagan deysiz? Qizim bir kechida elishib sarang bo'lib qoldi. Bizmi amal qilamidik? Lab xijilliqda turib qoldi. Ruzmamat otdan tushib, "Qaynota, bahane topsilimi tuzuk bahane topmamla, ha? Meni 5 yoshli kichik bola ko'rib qolgan o'xshamamla." deb gapi tugamasda Ayxon o'jir uydan chochlari chuvilgan holda bolani quchoqlab, "Allay balam beshikda, allay balam, allay. Jinim balam omaq qozam, allay balam, allay. Naqshamda sen ko'z qarasi, menda balam, allay, allay." deb Ro'zimamatni ko'rgan bo'lsam, biroq xayolida yo'q, yolg'on bolani shapallab to'xtamay naqshi aytib Ro'zimamat Ayxonning bu holatini ko'rib, Bu nemish endi? O 2 kun avval saqalgan edi-ku. Nemishga bundaq bo'lib qoladi? deb To'xtaboyga savol nazarda qaradi. To'xtaboy ig'ir tinib qo'yib, "Ish boya men degandek shu bolam. Ayxon oqshom sog' salomat yotgan. Biroq atdiganda qarasam, olijoq so'zlab turdi o bolam." deb Ro'zmamatga tushuntirib qo'ydi. "Qaynota, undaqda Ayxon ko'tarib olgan bola nerdan keldi?" "Ro'zimamatjon bolam, siz kichik bolami? O bir kechda qandoqmi to'g'sin? O degan yolg'on bola. Endi qandoq qilamiz? Bu to'yni qilamdoq qilmamdoq?" Ro'zmamat gapmi unmi qilmay sukutda turib qoldi. To'xtaboy yana qayta so'rab, "Ems qizimni sizga topshirdim bola. Onasi, oy onasi, tez chiqib Ayxonni chiroyli yasandir. Ro'zimamatjon bolam qizimiz bilan to'y qiladi ekan." deb bo'lg'icha Ro'zimamat kekeshlab, "Bo'ldi qaynota. Qizlari o'zlariga qolsin. To'yliqmi o'zlarida qolsin. Men uning bilan to'y qilsam, men qizingizga o'xshash bo'lib qolmay, bo'ldi. Biz qaytaylik." deb qaytishib ketdi. Ro'zimamat do'st birodarlarning orasida xijil bo'lib, kiray desimi chashqan kamurmi chiqmadi. Ayxon shu kundan boshlab olijoqqa so'zlab, yolg'on bolani quchoqlab yurgan nahmushu paytda uning ko'ngli elishib, tamoq yesimi yondurib yetadigan bo'lib qolgan edi. Malaylar 2 kun Ayxonga akirgan tamoqni yondurib chiqishdi. Bugunmi tamoqni yondurib elib mengishiga To'xtaboy malaylarning oldini to'sib, "Ey, nemish qilyapsan, ha? Qizimizga yaxshi qaranglar deb shuncha topilasam, salla qizimni osh qo'yib, uniga beradigan tamoqni yondurib elib chiqishyapsan, ha?" Malaylar To'xtaboydan qo'rqib, "Begim, bu bizning xatoligimiz emas. Xinim 3 kun bo'ldi tamoqni yemaydi. Doim olijoq so'zlab qusib yuriydi. Buningga bizmi amal qilamidik? Balkim xinimning mijozi yo'q bo'lib qoldimikin?" deb javob berishdi. To'xtaboy birdan o'ylanib turib qoldi-da, "Bo'ldi, ishinglarni qilinglar" deb malaylarni ketkizib yetib, o'zi qo'shni kanitiga amchini chaqirish uchun etiga minib mangdi. Bir soatdan keyin To'xtaboy amchini chaqirib akeldi-da, amchini qizning hujrasiga boshladi. Aradan uzoq o'tmay Sadatxonga kirib, "Sizlardan xo'sh bo'lib qolayli. Qizim nima kasalkan? 3 kundan beri bu ya yemaydi, ya bir ishmaydi qarislar uning holiga" deb amchiga dotlab tashladi. "Voy, mush xotin haqnasa. Birdan bir zuvaningni yig'ib tursang o'lamsan, ha? Qachonliq qarsi ko'zning yundisini eqitib." Sadatxon birdan yig'lab pasayib qoldi. Amchi Ayxonning tomorini tutib yiqish uchun
qo'lini uning qo'liga uzatishiga "Sen nima qilmoqchi ya? Mening bolamni elib ketgili keldingmi? Yo'qol, tez yo'qol!" deb varqirdi. To'xtabay qizining yeniga kelib, "Qizim, bolangiz og'rib qopti. Uni amchiga ko'z tutib boqayli, ha?" deb Ayxonni amchining yenida o'ltirg'izdi. Amchi Ayxonning tomirini tutib, chiroyiga kulgi yugurtib, qaqaqlab kulib ketdi. To'xtabayning sal qopqi to'rilib qoldi-da, "Silini, qizimning kesilini ko'rib qo'yamikin deb akasam, kulib turla. Qizimni sarankan deb mazoq qilib otamdilar." Yo'qsa. Men qizlarni mazoq qilmadim. Balki qizlari va sili uchun xo'shal bo'lyapman. Muborak bo'lsin, begim. Qizlarning bo'yida borgan muborak bo'lsin. Hat yaqinda bo'g'idaklar. deb kulib ketdi. To'xtabay va Sadatxonni xuddi tok so'qib bir chelak suvni cho'qqisidan quyib etgandek andikib titrab ketdi. Nima dillar? Bo'yida borgan dillama? Shundoq xato emas. To'xtabayning qizini haqoratlagan bu amchining ig'ziga necha qachat selvatkisi kelgan bo'lsa-mu, biroq uni o'zi taklif qilib akelgachga hurmati bilan "Silini bakmi hurmat qilaman. Nimishqa qizimni bunda haqoratlayla? To'y qilmagan bir qizning qandoqmi bo'yida bo'lsin? Silining qo'llari chatoqmi yoki hunarlarda masla bormi?" deb amchiga qaradi. Amchi qizirib totirib ketdi-da, "Begim, men bu yerga silining yuzlarini dablikkaga. Mening hunarimda masli yo'q. Qizlari rostilla homildarkan. Ya'ni kelib qo'sh kezak deysalar. Qizlarning tomoq yemay qusishi normal ish. Uning siziki borkan shu." Boyadan beri gapmi qilmay bo'qidak o'ltirgan Sadatxon, "Voy, biz sizga nima gunoh qilgan-a? Qizimni nimanchi sota haqoratlaydilar? Ko'nalada put yugurga oshqa desa, ig'iz yugurga boshqa deydigan gap-pa. Texi to'y qilmagan qizni bo'yida borkan. Yana qilg'ili gap topamay qo'sh kezak deyish-chu qiziq. Sizlarcha odam davolayman degichi berib eshak hayvonlarni davolasila bo'ladi ekan. O'zlarini so'rab asta ketib olsalar, eli qilgan gaplari uchun pushaymon qilibmi o'lgiranmay qoladilar." deb amchini uydan qo'g'lab chiqaribdi. Sadatxon amchining gaplariga xafa bo'lib, "Voy odam, mushundoq kallasining dardi bor odamni akeldilimi? Qarasizlar uning qilgan gaplariga. Bu gaplarni boshqalar anglab qolsa, mau polodek yuzimizni nada ko'tarimiz yuraymiz-a?" Bo'ldi, to'liq qasildimi g'ana? O sarangning bundoq deyishni men nim bilay? deb To'xtabay itiga minib chiqib ketdi. Kechki shafaqdagi quyosh nurlari tog' kayniga o'tib, quyosh bara-bara tog' kayniga mukishi bilan To'xtabay uyga qaytib keldi. U bu qitim o'zining eng yaqin birodarini agashtirib kelgan edi. "Qani qizim, shu. Xapolmay bir ko'rib boqqan bo'lsalar," dedi To'xtabay iltijoliq bilan. Ma'qul. deb Ayxonning yeniga keldi va uning tomir so'qishni bilib, "Voy, xush xabar borkan-ku. Bu bo'g'daklar muborak bo'lsin." To'xtabay va Sadatxon bu amchining gaplariga ishonmay, "Xatolashib qoldilimi qandoq, ha? Qo'y qilmagan odamning qandoqmi bo'yida bo'lsin?" Yo'q, men xatolashmadim. Qizlarning rostli bo'yida borkan. Ya'ni kelib qo'sh kezak deysalar. To'xtabay va Sadatxon ikkala qitimqi natijaning o'xshash chiqqanligini o'ylab, sal tingirqab turib qoldi. Ular yig'i to'y qilmay turib, amildor bo'lib qolgan qiziga qarab, ig'ir tinib, sal andisha qildi. Chunki to'y qilmay turib hamildor bo'lib qolish bir saran qiz uchun hech gap emas. Biroq ota-onalar uchun eng cho'ng haqorat.
ular qo'lim qo'shnilarning al mahalladagilarning oldida yuzi tushib ketishdan qo'rqib amchiga Birodar, qizimning hol ahvolini o'zlarim ko'rdilar. Qizim sarang bo'lib qoldi deysalar. Bundaq bir odamga qaysi nejiz chiqilib qo'ygandi? Unisi bizga noma'lum. Bu ishni hech kimga aytmasalar. Bu ish mushiyadili sirp etib qolib qolsin. Bo'ladi, xotirjam bo'lsalar. Men u yer bu yerlarda gap qilib turadigan xotin kishi emas. Xotirjam bo'lsalar begim. deb uydan chiqib ketdi. Amca chiqib ketishi bilan Sadatxon yig'lab, "Voy anamay, voy anamay! O'ngilaning birsi echilmagan bu nozik qizga qaysi shumbuyning yomon qo'li tekkandi? Qaysi odam qalbidan chiqqan hayvonning qilgan ishidir bu?" deb yig'lab ketdi. Ondan Ayxonning yoniga kelib, "Qizim, seni kim bo'zaq qildi ya? Menga aytqina. Men sening o'chingni elib beray." Yolg'on bolani bilib o'ynayotgan Ayxonning qo'liqiga onasi Sadatxonning gapi kirmayotdi. Ro'zmamat bilan to'y ishi yenib ketgandan keyin bu Soyib Jamol qizga oshiq beqara bo'lgan boshqalar To'xtaboyning uyiga to'xtamay elchilikka kirgan bo'lsa-mu, biroq Ayxonni ko'rgan hamonlar niyatlaridan yenib chiqib ketishdi. Keyin bu uyga elchi bo'lib kirdiganlarning oyig'imi bara-bara asladi. Keyin To'xtaboyning qizi Ayxon sarang bo'lib qapti degan gap tarqalib ketgandan keyin bu uyga kirdiganlarmi kirmaydiganlar bo'ldi. Ayxonning qo'rsiqi kundan kunga bara-bara yo'g'inab, uning tug'ut vaqtimi yaqinlashdi. Aziz anlıqçılar, Ayxonning tug'uti qanday bo'lar? U bu balani sog'-salomat tug'alarmi? Agar asar davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli asrimizning keyingi qismida bo'lsin. Yigirma 8-chi qissa. Ayxonning qo'rsiqi kundan kunga yo'g'inab ketyotdi. To'xtaboy qizini bir qatam sirtqa chiqarmadi. Qop-qorong'u timtos kechida faqat paqalarning ko'rildigan ovozi bilan cheketkilarning chirildigan ovozilar anglanib turadi. Ayxon bir kun o'ynab charchab ketgachga u shirin uxlayotgan edi. Yarim kechadan oshgan tong otarga yaqin Ayxonning qo'rsiqi tuyuqsiz mujib og'rib ketdi. U injiqlab to'xtamay puchulanadi. "Voyjon, bek og'rib ketdi, ana, ana!" deb to'g'laydi. Ayxonning to'lg'iqi qistab ketgan bo'lib, birdamdan keyin To'xtaboy bilan Sadatxon va Malayla Ayxonning yoniga yugurib kelishdi. Ayxonning oyoqidan qon ketgan bo'lib, u to'xtamay to'g'laydi. "Dadasi, tez tug'ut onasini chaqirib kelsalar. Qizimiz bo'shinay degan o'xshaydi. Nima azmlarni ezib turlar? Tez bo'lmandilar!" deb vaqirdi. To'xtaboy tezlikda chiqib, qo'shnisi Maryamxonni chaqirib kirdi. Sadatxon jiddiylashib, "Maryamxoncha, qizim tug'adigan o'xshaydi. Tez hammanglar chiqib ketinglar." "Sadatxon, bu yerda sizlar qolsalar bo'ldi. Boshqalar issiq suv tayyorlab kelinglar" deb ammizni uydan chiqarib etdi. Sadatxon, sizlarning bu qizlarning hech bir erga tekkini anglamagan ham ko'rmagan. Qanday bo'lib qizlarning bo'yida qoladi-a? Sadatxon kekeshlab, "Bo'ldi Maryamxoncha, ortiq gap so'ramasizlar, qizim bo'lolmayotdi." Maryamxon Sadatxonning gapiga pisand qilmay, "Bu ishni dappamizlar, qizlarga o'zlari bir amal qilsalar" deb ikki tarafga qarab mengishiga Sadatxon yig'lab turib, "Maryamxoncha, sizlardan o'tinay. Qizimga yordam qilsizlar, sizlarni rozi qilatdik. Menga sizlarning pullar kerak emas. Haqiqiy ahvoli menga aytsalar Sadatxon." Qanday tushuntirishni bilmay, yig'lamsirab, "Maryamxoncha,
Kızımның ahvalını özlerime gördüler. O sarang bop qağılı bir yıl bolay dedi. Qaysı necis onun çekilip koyğanlıqını bilmedik. Balını düşürüp etayli desek. Bu bala kuş kezekken. Şunu bunun ama biz amal kılamadık. Dep düşündürdü. Andığa işengendiler. Tez bolsalar kızımga yardım qısılar. Meryem Xan Sadat Xanның gibiga bir işinip bir işenmey ahiri Ayxanның aldığı keldi. Tez bolsalar qızlarını çaqımlı yatqısılar. Andan qızlarının astığı yumşaq bir narsa selip berseler. Dep Ayxanны çaqımlı yatqızıp varqırab jarqıravatqan Ayxanның qursqini tövenge sıyırıp bastı. Daqiqa o'tgandan keyin bu duruqqina bir o'g'il buvaq qiyqirab yig'lab chiqdi. Sadatxon buvaqni yenida qo'yib, ondan qizining ostidagi qonga bo'yalgan ko'rpini elib almashtirdi. Maryam xoja, yana birichi, deyishiga Maryam xon Sadatxonga qarab, "Voy, nemanchi ko'tildaydilar? Bu degan odam birning orlig'i bilan bir farqi bo'ladi. Hayvon bo'lmasa ya bu. Tani bağmaqıday qızlarını küçeşke öndüsüler, o küçügili onumasa, onu çimdisiler. Boğumuz qızlar ölüp ketişi mümkün." Deb Meryem Xan Ayxanның qo'rsqini yana tövenge sıyırıp bastı. Ayxan to'lg'anib yarım soatdan keyin yana bir buvaq yig'lab, qiyqirab, yo'ruq dunyoga ko'z ochdi. Ang hayron qolarliqi bu buvaqmi o'g'il edi. Birdamdan keyin To'xtibay va chakarlar uy ichiga kirib keldi. To'xtibay bu kimdan bo'lgan? Yoki haromdan bo'lgan bu ikki o'g'il buvaqni ko'rib, ya xushal bo'lishini, ya bir xafa bo'lishni bilmay necha minut turib qoldi. Bolalar yig'layotdi. Ayxonning bu ikki bola bilan kari bo'lmasdan o'zining yolg'on bolasini erkilatib yotadi. To'xtibay hammasini uydan chiqarmay, Meryem Xon acha, bugun sizlarni bakla ovora qildi. Sizlarga ko'p rahmat. Mana sizlarning haqlari. Deb uninga xeyli ko'p pulni tutqizdi. Meryem Xon ikki tarafga qarab mengishiga yana To'xtibay, Meryem Xon acha, to'xtab tursalar. Mening ikki eg'iz gapim bor edi. Meryem Xon mengayotgan qadamlarini asta to'xtatib, keyniga o'rilib To'xtibayga qaradi. "Ha, nima ish?" Meryem Xon acha, bugun qilgan yordamlarni men mangu unutib qolmayman. Biroq bugungi ishni birasiga deb qo'ysalar, oqibatlari birli o'li. Qolganni o'zlari bilib olsalar. Samatjon bolam, Meryem Xon achangni uzitib qo'y. Deb o'g'li Samatga buyruq qildi. Ondan boshqalarga qarab, Ko'pchilik necha yildan beri ko'p jafo chekdinglar. Buni men bilaman. Sizlarga rahmat. Biroq bugungi bu ish sirtqa yeyilib ketadigan bo'lsa, sizlarning oqibatinglarmi faqatla o'lim xolos. O'g'lim, kelin qizimmi ham mushuning ichida, tushundinglarmi? Hammaylar qo'rqinish ichida "Tushundik" deb javob berishdi. Undaqdi yaxshi. Hamsi o'zinglarning ishiga beringlar. Malaylarning hammasi chiqishib ketdi. Uyda faqat To'xtibay, Sadatxon, Aynurxon, Samatning ayoli va Ayxonlar qoldi. To'xtibay birdan burutlarni qayrab qo'yib, ondan ayoli Sadatxonga qarab, "Xotin, qani degina, bu bolani qanday qilamiz?" Sadatxon faqteshgan so'ymidek qarab gap qilmadi. Lekin qizi Aynurxon, "Qana qilib to'xtada? Kimligini, kimning pushta ishkanligini belgili bo'lmaydigan bu haromdan bo'lgan bola oilamiz uchun bir haqorat. Bu bolani ochiqib, Taznab daryosining beliqlariga tashlab beraylik, qandaq? Bu sal rahimsizlik bo'lamdi, qandaq ha? Tirik bir jonni qarab turib, qandaqmi tashlab etkisi kelsin?" dedi boyatin beri gap qilmagan Sadatxon. "Ha, degina amsa. Undaqda bu bolani qanday qilamiz, ha? Yo'g'on yerda haromdan bo'lgan navram bor deb baqamting amsa?" dedi To'xtibay ochiqlanib. "Mening bolam, mening o'g'lim Azimat. O botir, qo'rqmas botir odam bo'ladi. Uxla ha bolam, uxla."
deb boyadan beri kari bo'lmagan bolani amdilikda u emitib turadi. Boshqalar buningdan hayron qoldi. Dada qara, u saqmo yoki sarangmi? Ha? Bo'ldi dada. Men sizlarning bosh og'riqinglarni saqaytay. Bolani Oyxon o'zi boqsin. O emitmay tashlab qo'ygan bovoqni malla baqay. Men to'y qilib 1 yildan oshgan bo'lsa-mu balliq bo'lamidi? Dedi Samat. Akasining gaplariga ochiq kelgan Aynurxon. Aka, acham bu saram bo'lib qoldi. Sen sarammisan, ha? O bolani boqsang, yuzingni qanday ko'tib yuraysan? Uning ustiga yengam qanday qaraydi? Men Samatning fikrini qo'llayman singlim. Dedi Samatning ayoli. Voy qanday qilsan qilishqini? Deb Aynurxon ochiqlab chiqib ketdi. Samat dadasiga qarab, Dada, men deganda qilayli, ha? Bir jonni suvga tashlab atgandan ko'ra, men beqivasam yaxshi emasmi? To'xtabaymi, ixtiyoring deb qo'yib chiqib ketdi. Oradan yana 6 oy o'tib ketdi. Ayxon bolasini elib erkilatdi. Uni bara-bara sirtlarga ochiqadiganmi bo'ldi? Ayxon har doim sirtga chiqqanda do'lqinlab yiqayotgan Tiznab daryosining yeniga berib, uzundan uzun daryoning ichidan birasi chiqib qoladigandek qaraydi. Biroq daryoda shiddat bilan yiqayotgan suvdan, suvning ichida u yoqdan bu yoqqa eqib yurgan baliqlardan boshqa hech bir narsa ko'rinmaydi. Ayxon daryoning qirg'iqiga chiqib qolgan bir o'lik baliqni ko'rib qoldi va qo'lidagi bolasini yerga qo'yib daryoning neviga kirib, "Nima bo'lib ag'rib qolding, ha? Seni uyingdagilar tashlab etdimi?" deb baliqni elib chiqib qarayverdi, biroq bolasi hech qanday yerda ko'rinmaydi. Ayxon alaqizada bo'lib, "Mening bolam qani? Mening bolam qani?" deb yig'lab chaqirib ketdi. Daryo bo'yiga suv akirgili chiqqan bir malay buni ko'rib uyga yugurib kirib, "Begim!" Gullarga suv quyayotgan To'xtaboy, "Nima bo'lding, ha? İt qo'g'lagan qochidek. Nima ish bo'ldi?" "Xenim u yana olajoq so'zlab daryoga qarab turadi. O'zini daryoga otadigandek." To'xtaboyning qattiq ochiqi kelib, "Ey yorimi, shundoq bo'lgandan keyin uni tutib olsang bo'lmasmidi, ha?" deb yugurgan peti chiqdi. Qizining u yoqni bu yoqni izlab turganligini ko'rgan To'xtaboy qizini so'rab uyga elib mangdi. Ayxon to'xtamay, "Mening bolam qani? Meni qo'yib etish. Men bolamni topaman, meni qo'yib et." deb varqiraydi. Yerni qattiq tepatdi. Biroq To'xtaboy uni zo'r-muzor uyga elib kirib ketdi. Sadatxon Ayxonni ko'rib, "Qizim, bola qani, ha?" Ayxon to'xtamay, "Mening bolam qani, mening bolam?" deb Samatning ayoli ko'tarib olgan bolani ko'rib, "Mening bolam, bu mening bolam." deb Samatning ayolining qo'lidagi bolani tortib, "Mening azmat bolam, o'maq qilsam, sendan bekla ansirdim. Uyqun keldimi, uxlayli-ya?" deb bolani ko'tarib uyga elib kirib ketdi. Sadatxon Ayxonning bu ishidan hayron bo'lib, "Dadasi, bola qani? U bolani qayerda qo'yibdi?" To'la kasildimi? Odamni jili qilib, men buni qandoq bilaman? Chiqsam bola yo'q. Ayxon bolani daryoga tashlab etdimikin? Ay. Sadatxon yig'lab, "Voy nima kegulik bu, ha? Tashlab etadigan odam. Burunni tashlab etsa bo'lmamdi." deb yig'lab o'tadi. Bo'ldi, kelgulik mush o'xshaydi. deb To'xtaboy chiqib ketdi. Xunuk razil ko'zlari bilan, "O'g'lim, yig'lama, ha jinim bola." deb bu bolani erkiltayotgan boshqa biri emas, dal Ro'zi Mamat edi. Bu vaqtmi Ayxonning bolasi bo'lib, Ayxon singlisi Aynurxon Ayxonning qo'shgizak yenganligini Ro'zi Mamatga deb qo'ygan edi. Shunga Ro'zi Mamat Ayxon daryoga beliqni ochiq qilib tushganda bu bovoqni elib qochgan edi. "Hoy odam, bu ota-onasining kimligini belgili bo'lmaydigan bu yetimekni qayerdan tepib keldilar?" deb chalvaqib ketdi Ro'zi Mamatning ayoli.
Bu balını tepib oldim. Bizning farzandimiz yo'q-ku. Şunu sening iltijoying ilik bo'lgan o'xshaydi, xotin. Nima? Men o'zim tug'magan balani boqmayman. Bu balani qanday qilsangiz qiling. Deyishiga balani qo'yib ushqanda yugurib ayolining gelini siqdi. Nima deding, ha? Sen bilan to'y qilib 1 yil bo'ldi. Mushkining oslinchilik bir bola tug'ib, ondan gapingni qil. Bu balani uyga aylamay beqib cho'ng qilsa, uniga yaxshi qaraysa, agar unda qilmay buni xorlasang, uyingdagilar yaxshi kun ko'maydi, tushundingmi? Ruzmamatning ayoli ma'qul. Ruzmamat ayolining gelini qo'yib berib, endi bu bolaga qanday qarashni bilgansan? Bu bolaning ismi burun nim bo'lishi bilan ko'rim yo'q. Bugundan, hozirdan boshlab bu bolaning ismi Olim bo'ladi. deb kulib ketdi. Bu olim degan oldingi bo'limdagi Azimatning zaharga xumor qilgan, uning halokat yo'liga mengishga sababchi bo'lgan olimning dal o'zi shu. Ruzmamat pul xajlab chaqiriq hal qilib, maqsadlik o'rinlashtirgan ekan. Uni beqishga maqsadi Ayxondan o'ch erish uchun ekan. Biroq olim Azimatning o'zining bir tuqqan qiyrinchi ekanligini qandaqmi o'ylab yetsin. Diqqatingiz davomliq asrimizning davomida bo'lsin. Ayxon amdala oyga chiqqan bolasini yetilab sirtqa chiqdi. O'zimi sezmagan holda Tiznab daryosining bo'yiga berib, kangri ketgan Tiznab iqillarga uzundan uzun qarab, "Nazokchiman yanjilib ketdi. Qattiq tosh orqasiga qaramay ketdi." U bu qitim bolasining qo'lini chingida tutib turadi. Ayxon bu sizmi? Ayxon tonish yaqinliq bir ovoz tonish keldi. Vasima xiyol dengizlardan chaqmoq tezligida kesib o'tib ketdi. Ayxon, bu sizmi? Menga bir qarang. Endilikda Ayxonning yuragi peshida ichib, ko'zlariga liqqida yoshlar kelib, kayniga o'rilay dedi-ku, biroq o'rilishga jur'at qilolmadi. Bu ovozning, bu Simaning o'zi ko'rishni orzu qilgan odam emas chiqib qolishidan qo'rqatdi. Biroq hayratga kelib orqasiga qarab, ko'zlariga kelgan yoshlar taramlab, manzillaridan bo'ylab, chaq-chaq yerilib ketgan lavlarini nam qildi. Ayxon o'zi uchun o'lishga, o'zining jinnini qurbon qilishga tayyor turadigan, o'ziga tunji bo'p muhabbatning iliq bir sezimlarini his qildirgan o'moq o'g'lining dadisi bo'lgan Tursunning oldida tuyuqsiz paydo bo'lishi Ayxonni ham hayron, ham gangirtib qo'ygan edi. Tursunning ko'zlaridan yosh taramlab eqib, shuncha oydan beri yuraklarini laqti qilgan, bir ko'rib o'lishni o'ylagan, ammo ko'rolmagan o'g'inchi bo'y bu oshiqini ko'rib, o'zini tutamay unsilib yig'lab, Ayxon, bu rostli sizmi, ha Ayxon? 1 yildan beri sizni shuncha sevg'ilgan bo'lsam-mu, biroq menga amal yo'q. Ayxon, meni kechiring. Ayxon yig'lab Tursunning iliq bag'riga kichik bolalardek o'zini otdi. Nemishqa, endi nemishqa qaytib kelasiz? Nemishqa burunroq qaytib kelmaysiz? Sizni saqlab qancha kun va tunlarni uxlamay sizni saqlash bilan o'tkazganimni bilamsiz. Siz uchun, bolamiz uchun men 1 yil sarang bo'ldim. 1 yil amalsiz sarang yurishga majbur bo'ldim, Tursun. Tursun, mana bu sizning bolangiz. Asli bu bola qo'shkezak edi. Yana birda akam beqib olgan. Men sarang bo'p uni almashtirib imitdim. Kim o'ylagan bir kuni Tiznab daryosining yanida men yana bir bolamni yutirib qo'ydim. Uydagilar u bolani meni saranglik tutib daryoga tashlabdi deb o'ylab qoldi. Biroq men unda qilmadim. Men qasddan sarang bo'lgan tursam, qandaqmi o'zimning bolasini unda qilay? Men sizning hayotligingizni ko'nglim sezib tursam-mu, biroq sizni izlashga men amalsiz. Siz nelarda turdingiz? Buni men bilmayman. Biroq hamon bir kuni sizdan qaytib kelishingizga men ishondim. Deb
silib yig'lab ketdi. Ayxon hozirlik qechib ketadigandak Tursun Ayxonni chingida quchoqlab turib, "Kechiring, meni kechiring. Kechiring degan so'zdan boshqa hech chiqib bermayman. Men daryoga tushib ketgandan keyin meni bir beliqchi qutqizib oldi. Beliqchi bovoy noyta oq ko'ngilga. Mening ikki putim, bir qo'lim sungan bo'lib, xuddi meni o'zining ota-onasini kutgandek kutdi. Men uzun o'rin tutib yetib qoldim. Men tezroq saqayib sizning go'zal jamolingizni, pok muhabbatingizni ko'rish uchun shuncha tirishdim. Mana oxir jam bo'ldik." Ayxon Tursundan o'zini tortib, uning so'l maydasini ochdi va xanjar tiqilgan tartuqni asta silab, yig'lab, "Sizning yuragingiz so'lda bo'lgan bo'lsa, sizni bu dunyoda qayta ko'rishim mumkin emas edi." Tursun Ayxonning bu gapidan hayron qolib, Siz mening yuragimning o'ng tarafda ekanligini qanday bilasiz? Ayxon kulimsirab, "Men buni tushimda ko'rgan. Shunga sizning hayotligingizga izchil ishondim." Ayxon, biz endi bu yerdan ketib, o'zimizning go'zal turmushini boshlaylik bo'lamdi. Ayxon o'g'lining qo'lini chingida tutib, "Bo'ladi, hozirla bu yerdan ketaylik. Tursun, undaqda yaxshi tez mangayli." deb mengishiga, "Hoy, nega mengishdiq? Buncha aldirash. Acha, senda bir masala borligini bilganman. O'yin qo'yg'ili hajab usta bo'lib ketibsan, ha, texi. Shuncha uzun sarang bo'lib berishing." deb satbirni olaydi. "To'g'ri deding. Men mushundaq sarang bo'lib olmagan bo'lsam, yiliqi Ruzmamat degan hayvonga tegsam bo'ladi-ya. Izzatingni saqlab, eng yaxshisi qaytib ket." deb Tursun bilan mengishiga To'xtabay va Saodatxon chiqib keldi. Nega mangdinglar, ha? Tursun, seni o'ldimikin deysam, teg'oyatkansan-ku. Ajabmi jining chingnimikansan? Qizim Ayxon, qizim, bu sizmi, ha? Men sizni ajab taniyolmayapman-ku. dedi To'xtabay zardi bilan. "To'g'ri dada, meni taniyolmasligingiz aniq. Chunki men hozir elishib qolgan sarang Ayxon qiz emas. Dada, men hali Ruzmamat degan iflos hayvonga tegmas uchun atay sarang bo'lib olgan. Bir yildan beri sizning va boshqalarning qilgan ishlarini berib ko'rib turdim. Va boshqalarning qanday odam ekanligini asosiy jihatdan tushundim, dada. Mening istil kutayotganim boshqa biri emas, del Tursun. Yana kelib mening o'g'limning dadasi." To'xtabay bir yildan buyon o'z qizining o'zini aldab kelganligini o'ylab, ichi ochiqdan yerilib ketayli deb qolgan edi. "Nimishqa, ha? Sen nimishqa buda qilasan? Ruzmamatga tekkan bo'lmasa ochiq desang bo'lmasmidi? Mush bir yildan beri sendan qanchalik ansirganligimni bilamsan. Yana kelib sen bakli raymsiz kelsan. O'zingning sarangligini isbotlash uchun o'z bag'ringni yerib chiqqan bolangni daryoga tashlab etishga qandoqmi yurging chidag'andi, ha?" Ayxon o'zini tutolmay yig'lab ketdi. "Dada, men sana bir qitim emas, necha 10 ming qitim, 100 qitim deb bo'ldi. Mening Ruzmamat bilan to'y qilg'im yo'q deb. Lekin sen bunaqa qo'shildingmi, ha? Mening fikrimga hurmat qildingmi? Sen Ruzmamatni qo'llab Tursunni qiynab chala o'lik qilding. Ondan ishkinglar birlashib, men eng yaxshi ko'rdigan hem nevralarning dadisini ko'zdan yo'qotdinglar. O'ylab baqa, bu sening menga bergan azoblaring. Endi yana bir o'g'limga kelsak, sen meni xato tushunib qolding. Qandaqmi bir ana o'zining bag'rini yerib chiqqan bolani tashlaversin. Men uni tashlavetmedim. Uni yo'qotib qo'ydim." To'xtabay Ayxonning gapini anglab sal jimib qoldi. U o'zining qiziga sal oshirib etganligini his qilib, "Kechirgan qizim, bo'ldi, sizlar ketinglar." Saodatxonning gap qilg'isi bo'lsa-mu, biroq To'xtabay Saodatxonni tortib elib mangdi. Aynurxon, "Dada, ularni mushundaqla qo'yib beramdoq." "Og'zingga po'qni yepsan, qanday qilayamsan? Yura uyga kirib ketamiz. Ular nega bosi-bosin?" deb Tursun bilan Ayxondan boshqa hammasi kirib ketishdi.
Ayxon xushal bo'lgan holda u yoqdan bu yoqqa baytal otdek sakrab ketdi. O'zi kutgan kunning oxiri kelganligidan nihoyat xushal bo'lib, "Tursun, biz erkin bo'ldik! Biz erkin bo'ldik!" deb varqirab ketdi. "Tursun, biz qayerga boramiz?" Tursun Ayxonning gaplaridan sal o'ylanib turib qoldi. Nega boratdik Ayxon? Bizning yeziga berib, dadam bilan ko'rishib, ondan bir ish qilamiz. Ayxonmi ma'qul degan ma'noda beshini lang'ishtirib qo'ydi-da, Tursun bilan birga yuqorgi yeziga qarab maqdi. Aziz anlıqçılar, Ayxon bilan Tursun bundan keyin xotirjam o'talarmi? Agar asar mazmuniga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli bizda bo'lsin.